Assalomu alaykum qadrdonlar. Hormanglar, yaxshimisizlar? Damlar oldilaymi, tinchmisizlar? Mana biz ishni yakunlab oldik, ertalabki ishimizni. Adler Cerebro plus Legor aralashtirib boqilgan. Ukamizga boqib beryapmiz. Ular hammasi sotuvda, zakazlar menimcha to'lgan. 4-5 kunda ichida olib chiqib ketishadi. Donyorbek ukamiz. O'sha jo'ja makonchalarni holni qarab, sog'ligi, salomatligiga qarab, vaksinatsiyalarni qilib, dorilab, darmonlab yetishtirib beryapmiz. Orada bular bir yengil kasal bo'lib o'tdi. Donyorbek orqali chiqqanlarga tushuntirib aytdim. Vahimaga tushmanglar. Jo'jalar lecheniyangiz tugagandan keyin beraveramiz. Kasal holatda berganimizda keyin xafa bo'lib qolasizlar. Ikkita, masalan 50 ta odam olgan odamnikida 2 ta, 3 ta yo 4 ta, 5 ta o'lim bo'lib qolsa, kasal jo'ja makon jo'natibdi degan yomon fikrga borib qolmanglar deb o'sha o'zim ham telefon qildim. Telefon qilganlaringni gapirdim. Shunga to'g'ri tushunasizlar. Sog'ligiga e'tibor berib, ana undan keyin bersak, shu Donyorbek ukamiz bilan ham yana ishlashlaring mumkin. Hammani reputatsiyasi uchun harakat qildik. Biz ish tartib shunaqa. Sog'lom narsa beriladi. Sababi olgan odam natijaga erishishi kerak. Xo'p. Videolarimiz ko'rib borib turgan bo'lsalaring, biz Lomin Sendi jo'ja makonlar bilan shug'ullanamiz. Samarqand nasrchilik fabrikasi mahsuloti jo'ja makonchalarimiz nemizniki 90-100 kunlik qilib zakaz olib egalariga beramiz. Tuxum yo'nalishidagi cross jo'ja makonlar. Salafanda haqida yangi kelgan jo'jalarimiz bor. Yangi hamki o'sha boshida ko'rsatganman. Ular hozir bir o'rtacha hisobda 15 kunlik bo'lib qolishdi. Mana 15 kunlik bo'lib qolishdi. 45 kunligi bor. Haligi 100 kundan o'tgani o'sha tugab qoldi. Endi bir 20 ta qoldi. Uborka qildirdik aytlar. Mana shu ko'rib turgan jo'jalaring boshqa tovuqxonaga ketadi. Endi salafanda ochib, adlerlarni 4-5 kun ichida egalariga berishdan oldin 2-3 kun shaqa ofishiga qo'yib yuborib, keyin bitta tozalatamiz. Tozalatib, chiroyli qilib, bir yerdagilar oqay. Nimaga oq ekan deb o'ylamaydi. Bu oqay. Xullas kalom. Havo isib ketyapti. Biz mehnat qilyapmiz. Davom etyapmiz. Boshqa tovuqxonalarimizda tovuqlarimiz bor. Xaridorlar kelyapti, beryapmiz. Yoshligida sotmasdik. Xaridorlar yoshligida ham kelishyapti. Lekin savdo juda o'ta darajada zo'r emas. O'tgan yillarga nisbatan endi hozir vaqti ham emas, havo isiyapti. Lekin olib ish qiladigan odamlar harakatini qilib ishlarni davom ettiryapti. Aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Zakaz olish oldindan dastavkalar pullik. Bitta O'zbekiston emas. Yaqin qo'shni Qirg'izistonga ham shu yo'l yo'rig'ini ko'rsataman. Egalari o'zlari birgalikda olib ketaveradi. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Hammaga omad.